Bu o'zimni iPhone 16 Pro Max'im. Ishlatayotganimga esa rovna 1 yil bo'pti. Va shu telefon bo'yicha, ya'ni smartfon bo'yicha o'zimni hissiyotlarim, e'tibor va batareyka yo'nqislari necha foizga tushib ketdi, ya'ni 1 yil ichida. Va iOS 26 da qanaqa ishlayapti, o'zini yaxshi ko'rsatyaptimi yoki yo'qmi? Buni iPhone 16 Pro Max hozirgi kunda yangisi bormi va ishlatilganlarining narxi necha pul? Hammasini mana shu rolikda ko'rib olsanglar bo'ladi. Sizlar bilan Aziz, bu Texnigo kanalida obuna bo'ling va videoga like bosib qo'ying. Bu o'zimni shaxsiy smartfonim va ko'proq ishlatadigan smartfonim 16 Pro Max. Ro'ppa-rosa 1 yil bo'pti sotib olganimga. O'sha paytda men $1280 ga 28-dekabr kuni sotib olganman. Yaponiya regioni. O'zi aslida iPhone'larda regioni katta farq o'ynamaydi. Faqatgina sim kartalarda ozgina farq o'ynaydi. Bu Yaponiya regioni bitta sim kartali, bitta eSIM. Misol tariqasida aytib ketaman sizlarga, Cha regioni, ya'ni Xitoy davlati uchun ishlab chiqarilgan iPhone'lar u faqatgina ikkita sim kartali bo'ladi. Unga eSIM tushmaydi. Faqatgina narxlarida $50, $60 farq beradi. Va hozirgi kunda savol berishingiz mumkin. iPhone 16 Pro Max va iPhone 16 Pro ni yangisi bormi? Sotib olsa bo'ladimi desanglar, bor. Hozirgi kunda iPhone 16 Pro Max yangisi, imенно Desert Titanium rangi $1350. iPhone 16 Pro ni narxiga keladigan bo'lsa, ya'ni 128 talik bazaviy versiyasi u $1100. Hozirgi kunga kelib iPhone 16 Pro Max ni yo'mkisini qaraylik, mana sizlarga hozir ko'rsataman. Akkumulyatorga kiramiz, sasdan akkumulyatorga kiramiz. Yo'mkisida 91% bo'ldi va 505 marta zaryadga qo'ydim. Bu juda ham ko'p, 1 yil ichida ko'rgan odam, "Voy, bu nima qilib ishlatgansan? Buni zaryadkadan umuman uzmaganmisan telefoning" deyishi mumkin, lekin men juda ham ko'p foydalanaman mana shu iPhone 16 Pro Max'imdan. Kerak bo'lgan payt zaryadga qo'yib ham ishlataman. Kamerasidan juda ham ko'p foydalanaman va kamera batareykani juda ham tez energiyasini sarflab tashlaydi va sarflab tashlagandan keyin zaryadga kam bo'lgandan keyin avtomatik ravishda zaryadga qo'yishga majburman. Kuniga men 2 mahal, 3 mahal zaryadga qo'yganman. O'zi 1 yilda 365 kun bo'ladigan bo'lsa, agarda har kuni 1 mahalda zaryadga qo'yganimda ham 365 ta sikl bo'lishi kerak. Lekin bu 505 ta sikl. Bu juda ham ko'p, lekin ham bor. 91 yo'mkis bu ideal. Ya'ni 1 yil ichida siz yangi iPhone sotib oldingizmi, xoh 15 Pro mi, 15 Pro Max mi, 17 Pro mi, 17 Pro Max sotib oldingizmi, yangi sotib oldingizmi, nota siklmi, 1 yil ichida 10% yo'mki tushsa, bu normal holat, hech qanday xavotirga tushib, perejovat qilish shart emas. 2 yilda 20% tushsa ham bu normal holat. Va yana bir narsa aytib ketaman, bu sikl faqatgina iPhone 15-modeldan boshlab chiqdi. Ya'ni 15 modellarda bor, 16 va 17 modellarda bor. U xoh Pro bo'lsin, xoh Pro bo'lmasin, umuman farqi yo'q. Ya'ni siz 200 marta zaryadkaga qo'ydingiz, o'sha payt siz o'ylab qolishingiz mumkin, "Men yo'mkisim tushmayapti, men zo'r ishlatyapman" deb qolishingiz mumkin, lekin aslida unaqa emas. 50 ta sikl bo'ldimi 1% yo'mki tushadi. 200 ni 50 ga bo'lib yorsangiz, mana 200 ni 50 ga bo'lib yorsangiz 4 chiqib ketdi. Ya'ni 100% dan 4% bateriya bo'lgan. Ya'ni yo'mkisiz 96% bo'lgan. Bu normal holat. Mana menda ham, ya'ni 505 ta sikl. 505 ta siklni bo'lib yoramiz, 50 ga bo'lib yorsak 10% bateriya bo'lishi kerak. Tushunyapsizmi? Mana 10% bateriya bo'lishi kerak, lekin menda 9% bateriya bo'lgan. Ya'ni 91 yo'mkis bo'lgan. Buni ham yaqinda 90% bo'ladi, yo'mkisi 90 bo'ladi demoqchi. Nega men bu yili iPhone 17 Pro Max sotib olmadim? O'zi o'tgan yili 15 Pro Max'imni mana shunaqa payt sotib olib turib, 16 Pro Max ga alishtirayotgan paytimda $350 qo'shib turib, ya'ni trading qilib turib, men sotib olganman 16 Pro Max yangisini. $350. Bunaqa katta summa emas. Lekin hozir kunga kelib iPhone 17 Pro Max dan narxi o'tgan yilga qaraganda juda ham baland bo'lib ketgan va narxi hozir kunga kelib tushish kerak edi, lekin haligacha ham uncha-munchaga tushmayapti. Kuniga misol uchun $10, $20, $30, nari borsa $50 tushyapti. 2 kun, 3 kun ichida demoqchiman. Lekin 4 kun, 5 kun, 6 kundan keyin yana $50, $60 yana ko'tarilyapti. Narx mandaqa bo'lyapti, o'ynayapti har kuni. Bir kun misol uchun $1800 bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi kun 1790, uchinchi kuni $1810 bo'lyapti. Tushunyapsizlarmi? Mana shunaqa o'ynab ketyapti. Men bozorga olib chiqib o'zim 16 Pro Max'imni mana shu holatdagini narxlatib ko'rganimda menga aytishdiki $900 beramiz deyishdi.
Endi men iPhone 17 Pro Max sotib olishim uchun bu to'g'risida men Instagramga Reels ham joylagan edim. Mana shu rolikda ham men aytib o'tib ketaman. Men 17 Pro Max 512 GB lik xotiralisini sotib olishim uchun yana men $900 qo'shib turib sotib olishim kerak. Nimaga men 512 talik? Chunki 256 talik menga yetmayapti. O'sha joyi to'la bo'lgan. Men olganga yarasha 512 talik olishim kerak. $900 bu juda ham katta summa. $900 ga men yana o'zimdagi iPhone 16 Pro Max yaxshi ishlatilgan sotib olsam bo'ladi. Ikkita iPhone 16 Pro Max ishlatib yurgani yaxshiroq. Yokida MacBook Pro M2 ni yaxshi ishlatilganini beradi. Bu juda ham baland narx $900 va nistoid demoqchiman. Ya'ni 3 ta 4 ta yangicha funksiyalar qo'shib qo'ygan, arzimaydi. Lekin agarda sizni qo'lingizda 13 yoki 14 bo'ladigan bo'lsa, ana oling 17 Pro Max. Lekin sizni qo'lingizda 15 bo'lib turib yoki 16 bo'lib turib 17 Pro Max olish bu bir ahmoqlik bo'ladi deb o'ylayman. Men o'zimning subyektiv fikrlarimni aytaman. Chunki unaqa katta yangiliklar yo'q. Chunki hozirgi kunga kelib mana shu iPhone 16 Pro Max meni qoniqtiryapti. O'zi 15 Pro Max'imni sotib olib turib 16 Pro Max sotib olganimda uncha katta farq sezmagan edim. Faqatgina batareykada katta farq sezgan edim, ya'ni batareykasi yaxshiroq. Ya'ni 15 Pro Max ga qaraganda 16 Pro Max batareykasi yaxshiroq bo'lganini bittada sezganman. Va ikkinchi bo'lib, mana bir tiyinga qimmat kamera kontrol knopkasini men hech qachon haligacha ishlatganim yo'q 1 yil ichida. Lekin syomkalarimiz hammasi 15 Pro Max, 16 Pro Max da bo'ladi, lekin biror marta ham kamera kontrol knopkasini ishlatib ko'rganimiz yo'q va foydalanmayapmiz. Siz foydalanib ko'rdingizmi? Kommentga yozib qoldiring. Misol uchun mana hozirgi ko'rib turgan videoylar iPhone'da videoga tushirilyapti va iPhone 15 Pro Max da. Ba'zi bir paytida iPhone 6 Pro Max dan videoga tushiramiz. Mana videoni sifatiga o'zingiz baho berib qo'yinglar. Lekin 16 Pro Max bilan men 17 Pro Max kamerasini taqqoslab ko'rganimda ham uncha katta farq sezgani yo'q. Reels ham chiqazgan edim Instagramga. Va obzor ham qildim. iPhone 17 Pro larni dizaynida to'g'ri ozgina o'zgarishi bor va tez qizib ketmaydi. Shu tomonlari yaxshi. 2-3 ta yangicha funksiyalar qo'shib qo'yishgan, lekin ba'zi bir paytda sizni esingizdan ham chiqib qoladi o'sha funksiyalar. Kimdir sizga oldingizga kelib turib, "Voy, qani iPhone 17 Pro Max olsam, nimasi zo'r ekan, nimasi yaxshi ekan" deb, "Ha, mana bunaqa funksiyasi bor edi" deb o'sha payt siz esingizga tushadi. O'sha paytda mana iPhone 17 Pro Max mana bunaqa funksiyasi bor. Mana iPhone 16 Pro Max, 14 Pro Max, 15 Pro Max da yo'q deyishingiz mumkin. O'shandan keyin kimgadir maqtanasiz va 3-4 kundan keyin o'sha funksiyalar o'zingiz esingizdan chiqib ketib qoladi. iOS 26 iPhone 16 Pro Max da qanaqa ishlayapti? iOS 18 ga qaraganda juda ham tez ishlayapti, juda ham shustri, lekin boshida iOS 26 chiqqanda juda ham ko'p kamchiliklar bilan chiqdi. Juda ham ko'p laglar bor edi va telefon o'zidan o'zi qizib ketyapti, lekin mana sekin-sekin upgrade'lar bo'ldi. iOS 26.01 bo'ldi, iOS 26.1 ham chiqdi. Mana yaqinda iOS 26.2 ham chiqadi. Xudo xohlasa o'sha to'g'risida ham men video rolik tayyorlayman. Lekin men iPhone 16 Pro Max'imni iOS 26.1 ga o'tkazganim yo'q va iOS 26.1 da iPhone 16 Pro va iPhone 16 Pro Max'larni batareyka samaradorliklarini ancha pasaytirib tashlagan. O'shan uchun ham iOS 26.1 ga o'tkazganim yo'q. iOS 26.01 da qoldim. Va shu o'rinda siz agar 26.1 da qanaqa o'zgarishlar bor desanglar, mana tepada video rolik qoldiraman, havola qoldiraman, bu yerdan o'tib to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Men ko'chaga chiqqan paytim meni tanishlarim aytadiki, "Qani aziz, iPhone 17 Pro Max san sotib olgansan-ku, hali bizni qo'limizga ushab ko'rmadi. Qani olchi cho'nchagingdan chiqazchi, bir ushab ko'ringlar" deyshadi. Keyin o'sha paytimda cho'nchagimdan chiqazganimda, "Mana men iPhone 17 Pro Max sotib olmadim. Mana iPhone 16 Pro Max sotib yuribman." Maza qilib, birinchi o'chirda narxi qimmat, ikkinchi o'chirda hech qanaqa farqi yo'q, katta farqi deb ularga aytib tushuntiraman. Realniyda 16 Pro Max mana 1 yildan oshiq ishlatib yuribman, meni ehtiyojlarimni qondiryapti. Kamerasi realniy zo'r, to'g'risi va o'yinlarni xohlagan o'yinimni visoki kачествоda o'yina olaman. Batareykasi ham menga yetib beryapti. Yana nima kerak?
Ishlashlar juda ham stabilniy. iOS 26 da 3 wattli telefon. To'g'risida, menga boshqa narsa kerak emas. Men ularga keyin aytayapmanki, men 17 Pro Max sotib olmayman. Kelasi yil 18 chiqqanda o'ylab ko'raman. Ana o'sha paytda iPhone 18 Pro Max sotib olishim mumkin. Chiqaversin, o'shandan keyin ko'ramiz. Lekin hozirgi kunga kelib, menga iPhone 16 Pro Max mana bundoq emas, mana bundoq yetib beryapti. O'shaning uchun hamma iPhone 17 Pro Max sotib olmadim. Sizchi? Zato qimmat chexol taqib olganman. $40 pitaka chexol original. Nima deysizlar? iPhone'ga bu chexollar yarashaveradi-da. Men boshida iPhone 16 Pro Max sotib olganimda hamma roliklarimni mana shu CapCut ilovasida montaj qilyotgandim. Men endi oxirgi payt shu 5 oy, 6 oy ichida iPhone 16 Pro Max da umuman montaj qilayotganim yo'q. Nimaga? Menga mana shu MacBook juda ham qulay bo'lib qoldi. Birinchi o'chirda ekosistemasi juda ham zo'r, olingan syomkalarni srazi men USB tiqib o'tirmayman, Type-C kabel bilan o'tirmayman, srazi AirDrop orqali o'tkazib yuboraman va CapCut'ni ochib MacBookda montaj qilib tashlayman va MacBookda montaj qilish juda ham oson va menga juda ham yoqib qoldi. Keyin iPhone'da montaj qilgandan ko'ra MacBookda juda ham yaxshi ekan va qulay ekan. Lekin ham bor, lekin mana bu MacBook Pro M1 ham menga yetmayapti montaj qilayotgan paytda, ya'ni ba'zi bir paytlarda qotib ishlayapti. Timeline'da переходlar qilayotgan paytimda qotib qolyapti. Chunki faylni men proxy qilmayman. Birinchi o'chirda proxy qilishga men vaqtim yetmaydi, chunki uni ham vaqt oladi va ikkinchi o'chirda buni operativga, ya'ni RAM xotirasi kamroq 8 GB va xotirasi ham uchinchi bo'lib xotirasi ham menga yetmayapti 256 talik. Buni MacBookimni alishtirmoqchiman. Ya'ni yangi MacBook M4, MacBook Pro M4 Pro yoki M4 o'zini olmoqchiman. Shunaqa. Bilasizmi, ba'zi bir ranglar sizni joningizga tegib qoladi, ya'ni 1 oy, 2 oy, 3 oy vaqt o'tgandan keyin. Lekin mana bu iPhone 16 Pro Max dega Desert Titanium rangi meni umuman jonimga tegani yo'q. Maza qilib ishlatdim 1 yil, umuman yomon taassurotlar qoldirgani yo'q. Hozirgi kunda siz ishlatilganini sotib olasizmi yoki yangisini sotib olasizmi, yana siz 3 yil, 4 yil maza qilib ishlatasiz va iOS'ni, ya'ni yana 3 ta, 4 ta pokoleniyasini qo'llab-quvvatlaydi. Video shundan iborat edi. Sizlar bilan aziz bo'ldi. Bu Texnogo kanali edi. Obuna bo'ling va video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying. Keyingi roliklargacha sizlar bilan yana aziz bo'ladi. Lekin keyingi rolik yo iOS 26.2 bo'ladi yoki-da mana bu iPhone 17 to'g'risida video chiqazaman.